Salom aziz do'stlar, mana bir xonadon musofiri hozir mamlakat Turkiyada yashaydi. Shoir Salohiddin Jonibek Baxtiyori eskitboz farmoyish berib ketdi va uning raperlarini ham farmoyishi bor. Har birlari Oshimjon Ro'zboyev, Parishjon Atoyi, Abdurahmonjon Rahmoni, Xol Muhammadjon Vafo Rahimi, Bismillahjon Rahob, Shoir Baydillojon Dilso'z, Shoir Bashir Ahmadjon, Shoir Faridjon Vafo, Basirjon Qodiri, Abdulazizjon, Rominjon G'aribi, Rahmatullohjon Oji Rahmati va Salohiddinjon amakisi Sabrullohjon Baxtiyori va ilog'alari Hakimjon Baxtiyori va Alauddinjon Baxtiyori. Bularning ham farmoyishi bor. Abu Bakr Mahmud sesida eshiting, yashang, sog' bo'ling. Dambura qildi sozam, har qancha qilsam ozam, bir xondan musofiri aytarman bo'ldim bozam. Kechana ko'raman tishini aql qoldi nevush, shoir Salohiddinjon menga berdi farmoyish. Bu domlaya oqshamiga nolaya, uysa kayjigarimni musofir javonlaya. Ochilib so'radi, onda berib keladi, musofirliganda saxti ko'rgan odam biladi. Kibr panja urali, mana bu gazi maydoni, ich bandayni musofiri qila ko'rma xudojon. Sufidan oqmakandan siyat bo'ldim badan, begonaning mulkida shoh bo'lsang ham gadosan. Aziz birodarlar, mana shundoq toza musofiri oshiqi judoy va mast xonadonga farmoyish beradi bo'lsangiz, shoir Salohiddin Jonibek Baxtiyori eskitboz bilan hamtamoz bo'ling. Oshimjon Ro'zboyev quloq sol g'azallaga. Qarang ko'zing jonimga, xashlagan hunaringga. Oshimjon Ro'zboyev jigar so'kdim baringga. Bevafo kelardi yeb ko'zim yo'lda gadoyi, yod etaman saniyam Parishjon Atoyi. Musofir va chalaniya mudom nokarimanam, Parishjon Atoyi eshitib yurasanam. Saxti ko'rgan odam biladi, Xol Muhammadjon Vafo Rahimi sen xush bo'lsang bo'ladi. Mudom ko'kragi yerda musofir bo'lgan javoni, yuragim to'lasang yasha Xol Muhammadjon. Musofirlik qo'lidan bo'ldi jigarla kabob, yod etaman saniyam Bismillahjon Rahob. Salohiddin shoirga har qancha aytsam ham kam, Bismillahjon Rahob eshitib yura beg'am.
شایر برده مدر روز یادتم من سنیم بیدالله جان دلسوز شایر بیدالله دلسوز در گردی ایکان جوان یادتم من سنیم شایر شب رمضان شایر شب رمضان سیم جایی علایده پریشان و پاگه بارلی میده میده بو مسافر روز لده تفخوش شیله مدام شایر پریشان و پا شردن ایده من سلام آماشتکی پانره خوشکه وردم داننه بستر جان قادریه تدبر خاننه مسافر بولین آدم مدام کزو وطنه بستر جان قادریه yüreğim böyle senge yerden uçağını uyay kuyu kozunu suyay Abdülaziz canından Ramin can garibi diyey Kette vurdun davine halas kılı savine Abdülaziz canı kerimen Ramin canı kevine جان آجی رحمتیه خلاق سالگینی سنم مسافر جوالنه اصلا یورگین خدایم رحمت الله جان صاحب سایه یکتر من پروایم آدم در برده gözlerini خماره سلای دنیم اکسی صبر الله بختیاره Kırgılardan Hüseyin benim nazarım sende Benim canımda sabırla can degende Çakası Hakim Can Bahtiyarıyam Salaydın Merin ağası Kattavuryan davları Halas misavları Salaydın alaydın Eyin ağay kevları Budana geparlada Askerteki zerlada Salaydın can eşitkini Musafir kişvellada Gallemi kıldım budam arzını yeşit budam Türkiye'nin şeride yeşitip yürüm budam Bıçakları getirdim kepege urgençirim Hoş bulsaydı buladı salaydın can Rabbim Çökten öldürgen idim keldi bir parman senden Tamam Rabbim